Kredit tarixiga onlayn cheklov o'rnatish tartibi bilan tanishing. Buning uchun my.gov.uz bosh sahifasidan iqtisodiyot va biznes bo'limiga o'tib, kredit tarixiga cheklov o'rnatish xizmatini tanlaymiz. Xizmat tavsifi bilan tanishib chiqqach, foydalanishni boshlaymiz. Agar siz ushbu xizmatni allaqachon faollashtirgan bo'lsangiz, quyida uni o'chirish imkoniyati ham mavjud. Buning uchun to'lov undirilmaydi. Ayni paytda biz kredit tarixiga kirishni cheklash xizmatini faollashtirmoqchimiz. Endi ommaviy oferta shartlarini qabul qilgan holda keyingi bosqichga o'tamiz. Bunda albatta SMS xabarnoma olish xizmatini yoqishimiz kerak. Bu kredit tariximizga kimdir qiziqish bildirganida bizga SMS orqali ogohlantirish yuborilishini ta'minlaydi. Telefon raqamingizga kelgan SMS kodni bo'sh katakka yozib tasdiqlaymiz. Navbatdagi qadamda ma'lumotlarni yana bir bor ko'zdan kechirib, yuborish tugmasini bosamiz. O'zimizga qulay usuldan foydalanib, to'lovni amalga oshiramiz. Xizmat natijasi bilan esa mening arizalarim bo'limida tanishamiz. Mana, xizmat faollashdi. Endi hech kim mening nomimga kredit ola olmaydi. my.gov.uz oson, tez va ishonchli.